Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz avtomobil katalizatorlari haqida o'rganamiz. Ushbu katalizatorlar avtomobildan chiqayotgan, ya'ni motordan chiqayotgan toksik gazlarni inert holatga yetkazish uchun ishlatiladi. Mana bu yerda avtomobilning motori keltirilgan, ya'ni ichki yoniq dvigateli. Bu yerda mana motorda hosil bo'lgan tutun harakatlanmoqda, katalizator qatlamga kelmoqda. Shu tutun gazlar tarkibida azot oksidi, is gazi va reaksiyaga kirishmagan uglevodorodlar ko'rinishidagi zaharli gazlar mavjud. Bu yerda katalizator qatlami keltirilgan, ya'ni gidrogen katalizator. Katalizator bu yerda qattiq, reaksiyaga kirishuvchi moddalar, ya'ni toksik gazlar esa gaz holatda. Mana platina, palladiy, rodiy kabi katalizatorlar ishlatiladi. Qimmat katalizator hisoblanadi. Umumiy shakli mana ikki qatlamli ko'rinishda. Mana motordan kelayotgan tutun gazlarining harorati 300 gradus atrofida bo'ladi. Shu harorat kimyoviy reaksiyani amalga oshirish uchun yetarli bo'ladi. Katalizator esa bu yerda reaksiya tezligini oshirib beradi. Zaharli gazlar, ya'ni is gazi bu yerda karbon angidrid ko'rinishida, inert gaz ko'rinishiga o'tadi. Azot gazlari esa azot ko'rinishiga o'tadi. Azot ham inert hisoblanadi, zararsiz. Reaksiyaga kirishmagan uglevodorodlar esa suv va karbon angidrid ko'rinishiga o'tadi. Ushbu katalizator avtomobil uchun juda muhim, chunki u avtomobilda ajralib chiqadigan gazlarni inert holatga o'tkazib beradi va inson salomatligiga kam zarar yetkazadi. Agar toksik gazlar atmosferaga qo'yib yuborilsa, u har xil allergetik kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin.